Xo'sh. Bu qanaqa portal bo'ldi? Atrofda hech kim yo'q. Mayli bir kirib ko'raychi. Yo, stop. Yugurib ketib sakrayman. Yo, nasibsa, men kuchukka aylanib qoldimmi? Jadursan. Buni hozirroq Daytboyga aytishim kerak. Daytboy. Hamma salom bo'lasiz. Men yana Daytboy. Obunachilar bizni yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Kuchukmi bu? Daytboy, kuchuk gapiradimi? Daytboy eshityapsan, men olimman. Stop. Olim, senga nima qildi? Jinroqmisan sen? Nima kuchuk olding? Yo, jin emasman men kuchuk bo'lgam yo'q. Men ana bu yerdagi portal orqali kuchukka aylanib qoldim. Portalga kirganda kuchuk bo'lib qoldim. Nasimsa, qani qaysi portal? Ko'rsatchi menga. Hozir. Okey, mayli. Hop, qani qaysi portal? Mana shumi? Ha, shu portal. Shuni u narsa qilish kerak. Meni qarang, kuchukka aylanib qolganim bu. Yaxshi ish bo'lmabdi lekin. Unaqada qara, sen uyingga borib turgin, men bu narsa o'ylab topib, keyin senga xabar beraman. Bor uyingga. Hozir kimdir ko'rib qolsa, seni haydab yuboradi qishloqdan. O'shaning uchun bor uyingga. Aha, mayli, rahmat senga. Okey, mayli, tezlash uyingga bor qol. Voy. Bu oldinga nima bo'ldi? Stop. Golem nimadir dedi shekil bunga. Hamma salom bo'lasiz bilan. Men yana o'sha Nightboy va obunachilar bizning yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bolamni o'zingizlar ertalabdan ko'rganinglardek, men bu kuchuvchi menga kelib turib, ya'ni kuchuvchi men olim menga kelib turib, kuchuvga aylanib qolganini aytdi. Ya'ni olim do'stim olim o'zi urishib edi va u kuchukka aylanib qolibdi. Stop, nima bunaqa bo'ldi tushunmadim. Mayli. Xo'p, mayli bolalar, hozir bunga bu yechim topishimiz kerak. Undan oldin ertalabdan agarotda qiladigan ishlarimizni qilib olishim kerak bo'ladi. Tak, o'zingizlarda nima gaplar bor? Yaxshimisiz, tinchmisizlar? Tak. Yaxshi va bo'ldi. Tak, endi bo'ldi o'sha. Endi qayta ekib chiqishimiz kerak bularni. Okey. Va mana bo'ldi. Tak, bunaqasiga aytgancha adashib ketdim. Uzr. Bu yoki sabzi ekilardi bo'ldi. Tak. Menga aytishim kerak, olim kuchukka aylanib qolgani. Tak. Yaxshi. Lekin hozir men portalni olib tashlansam ham bu xavfli va uni oddiy temirli yoki boshqacha oltinli kirkada olib bo'lmaydi. Uni almasli kirkada olish kerak. Lekin almasli kirka ko'pchilikda yo'q. Jetel qochtir o'tketing. Qochay. Assalomu alaykum, mer. Yaxshimisiz? Nima gaplar? Da. Yaxshi Nightboy, o'zingizlar nima gaplar? Tinch, qarang, sizga nima desam bo'lar ekan, qani? Naryoqda bitta portal ko'rib qopti-da, olim do'stim. Keyin o'shani ichiga kirganiga kuchukka aylanib qopti. Jinroq bo'lsa, menga fantastika to'qima, tezroq hosillarni berganda sur bu yerdan. Qanaqasi fantastika to'qiyman mana. Xohlasangiz o'zingizdan chiqib qarab ko'rishingiz mumkin bemalol. Nima qotdi? Shu bu narsa qilish kerak, u olimni itga aylanib qolgan. Nimadir qilaylik. Agar jiddiyroq bo'lsak, qara. Afsunkor ekanlar men vaksina deydi-ku, nima edi? Xullas bilmayman, o'zingiz nimadir qil. G'alatiroqmisiz? Qisqasi mana xonamdachi ana u narsalar borda, o'sha orqali u portalning atrofiga o'sha narsalarni qo'yib chiqqan. Mana hozir xonamga kirsak, o'sha narsalarni olsak bo'ladi. Hozir to'xtang, unda men bu narsani sizga bera olaman. Mana. Hozir. Tak, qani? Mana. Xo'p, men bu demak hech kim o'tmasligi uchun u tarafga, to'g'rimi? Da, shunaqa. Keyin ana olim do'stingga nimadir tayyorla vaksina bu afsungarlik narsalardan. Xohlasak, allaqadan narsa buyurtma qil. Do'konchi bola bor-ku. O'shandan narsa vaksina buyurtma qilsang, balkim tuzalib ketishi mumkindir. Endi u yog'ini bilmayman, uni problemasi. Aytgancha, adashmasa quduq ham buzilib qolgandi. Quduqda yaxshi suv ketmayapti. Xo'p, men nima qilay? Men ketsalaring, o'lib ketmaysanlarmi? Men o'zim kayf qilib yursam bo'ldi-ku qizlar bilan. G'alatiroqmisiz siz? Bo'ldi, ko'p gapirib sur bu yerdan. G'alati ekansiz siz. Basharangizga oyog'im sizni. Ko'ring, qochlaring, asli temalaring. Onasini yemsin bu merri.
Gapirayotgan gapni qaranglar, obunachilar buni. Qizlar bilan kayf qilsam bo'ldi deydi. Iflos. Tak. Mayli, hozir bu yoqqa bitdi. Tak, keyin bu yoqqa. Yo'q, stop. Buni olib turibchi, mana bu yoqqa qo'yamiz-da. Bu yoqqa bitdi. Tak, orada ikkita blok bo'lsa. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Hop, shunaqada to'g'ri. Bu yo'q, stop. Ну, короче, masjidga qo'yamiz-da. No, endi o'tib ketsa mer o'zi aybdor bo'ladi. Chunki merga ham farqi yo'q ekan, bora to'g'risi o'bunchida. Merga ham farqi yo'q ekan. Qizlar bilan kayf qilsam bo'ldi deydi. Gapirayotgan gapini qaraydi. Shu endi adolatdanmi? Tak. Hop, mayli, men hozir bunaqa mayda-chuyda narsalar hech qilmasdan olim do'stimga yordam berishim kerak. Yo'q, men buni ushbu ketibdi. Mayli, endi ertaga boraman bilan. Hozir men olim do'stimga yordam berishim kerak. Tak, do'konchi jitel, do'konchi bola qani? Ukam yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Da, aka, yaxshi rahmat, o'zingiz nima gaplar? Men keldingiz, bizdan nima xizmat? Ukam qara-qarachi, mani do'stim olim kuchiga aylanib qoldi-da, o'shaning uchun unga vaksina kerak. Shunaqasidan bormi, qarab ko'rchi, men bu magazindan. Da, unaqa vaksinalar ko'p turi bor. Eng yaxshisi qancha $200 turar ekan. Bo'ldi, o'shandan zakaz qilib pulni beraman. Aha, bo'ldi, zakaz qilib. Qachon keladi? Bo'ldi, siz pulni olib kelavering, o'sha kelib qoladi hozir. Okey, hozir pul olib kelaman. Aha, mayli, aka, tezlashing. Okey. Mana obunachida va nihoyat do'stim olimga ham vaksina topildi, yaxshi. Lekin merra qilgan ishi menga yoqmadi. Hayotganchi bo'ldi, sizlar meni qaysi viloyatdan yoki qaysi shahardan turib kuzatasizlar? Kommentariyada yozib ketish esingizdan chiqmasin. Tak, $200 va bo'ldi. Sababi bu menga juda ham qiziq. Qayerdan turib meni kuzatishida? Qaysi shahar yoki davlatdan yoki qaysi viloyatdan kuzatishinglarni albatta kommentariyaga yozib ketishinglar mumkin. Tak, mana olib keldim. To'xtasiz, uzr. Mana. Bo'ldi, aka, yoningizga sandiqdan olishingiz mumkin. Ha, bu yoqdanmi? Okey. Mana shumi? Da, o'sha. Okey. Mayli, senga ham rahmat, ukam, charchama. Aha, mayli, aka, kelib turing. Okey. Yo, buni o'zim icharsam nima bo'lar ekan, bo'ldi? Men kuchiga aylanib qo'ymayman, mabodo. Mayli, do'stimizdan kulmagan holda hozir men uni topishim kerak. Tak. O'g'lim, yaxshimisan? Qani endi u olim? Yo'q, stop. Bu yoqdan ekan. Yo'q, bu yoqda ham yo'q. Bu olimni endi qayerdan topsam bo'lar ekan, onasidan emas. Ana o'zi. Olim, yur orqamdan. Bo'ldi, aytmoy, hozir. Okey, qarang, bu yoqqa. Qara, men senga vaksina topdim, vaksina zakaz qildim. Mana mana shu ichki ritelga aylanishing kerak menimcha. Qani, berchi. Okey, mana ol, ich. Hozir, tak. Aytmoy, senga katta rahmat. Endi men kayf qilib qizlar bilan dam olaman. Nima senda? Ritelda faqat qizlar bilan dam olasan-da? Menga farqi yo'q, rahmat senga. Okey. Yo'q, bular faqat qizlar bilan dam oladim. Mana Merab qizlar bilan yuradi, bu ham endi qizlar bilan yuraman deb o'tdi. To'g'risi bularga men vashya tushmayman. Qiz bilan va foydasi yo'q. Qizlar bilan gaplashish va qizlar bilan yurish. Mayli bolalar, videoni shu joyga chiqarganingiz uchun barchaga katta rahmat. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.